Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun men Nav Gamer. Va bugun sizlar bilan birgalikda Osmondagi janglar 194-qismni tahlil qilamiz. Qani bo'lmasam boshladi. Osmon va yerda ulkan olovli shakllanish paydo bo'lib, butun makonni yopib qo'ydi. Ularning oldida barcha ekspertlar chumolidek kichik ko'rinardi. Hamma qochishga urindi, lekin Iblis Lots olovi makondagi chiqish tunnelini yo'q qilib yubordi. Endi hech kim qochib qutula olmasdi. Shundan so'ng ikki tomon, Xunmo va Eliksirlar minorasi asoschisi majburan birlashib, ulkan shakllanishga qarshi kurashishga qaror qilishdi. Lekin Iblis Lots olovi ularni masxara qilib, o'zining dahshatli hujumini boshladi. Ikki ulkan yorug'lik ustini hujum qildi va barcha kuchli ekspertlarni hujumini yengib, ularni yo'q qilish uchun yaqinlashdi. Ammo oxirgi lahzada Siyoyan yaratgan himoya to'sig'i hammani qutqarib qoldi. Shunda ma'lum bo'ldiki, Siyoyanning ichida yana o'sha Iblis Lots olov avliyosi uyg'ongan. U o'z kuchini ko'rsatib, barchani himoya qildi. Ekspertlar Siyoyanga qarashadi va uning tanasi ostida afsonaviy avliyo ruhi paydo bo'lganini ko'rishadi. Ya Alloh, buni qadimiy xarita bilan bog'laydi. Aynan shu narsa Siyoyanni Iblis Lots olovi avliyosi bilan bog'lagan. Ma'lum bo'ldiki, avliyo Siyoyanni tanasini egallab, Iblis Lots oloviga qarshi chiqadi. U olovni to'xtatmoqchi, chunki u bu olov juda xavfli ekanligini bilardi. Iblis olovi esa avliyoga nafrat bilan hujum qildi. U ilgari muhrlangandan jahli chiqib, kuchli hujum boshlaydi. Lekin avliyo uning hujumini to'xtatib, shakllanish ustidan nazoratni qaytarib oladi. Shunda Iblis olovi o'zini portlatib, yanada kuchli shaklga o'tadi. Atrofdagi hamma narsa yonib ketish xavfi ostida qoladi. Siyoyan hammaga qochishni buyuradi. Hamma qochadi, lekin Suner ikkilanadi va oxirida ketmaydi. U Siyoyanni yolg'iz tashlab ketishni istamaydi va uning yonida qoladi. Butun makon dahshatli iblis olovi bilan to'lib ketgan edi. Hatto kuchli avliyolar ham bu yerda uzoq yashay olmasdi. Suner oltin olov bilan o'zini himoya qilib havoda turardi. U markazga qarab Iblis Lotsni ko'radi. U rangini o'zgartirib, dahshatli kuch chiqarardi. Shu payt Siyoyan ichidagi avliyo Iblis olovga murojaat qilib, uni to'xtatmoqchi bo'ldi. U ilgari unga ong va kuch berganini aytib, endi uni yana tozalamoqchi. Ya'ni xotira va ongini olib tashlamoqchi ekanligini aytdi. Iblis olov bunga qarshi chiqdi va qattiq qarshilik ko'rsatdi. Lekin avliyo kuchli shakllanish yordamida uni qamal qilib, asta-sekin uning ongini ajratib ola boshladi. Oxirida Iblis olov qo'rqib kechirim so'radi. Lekin juda kech edi. Avliyo esa oxirgi qarorni qabul qildi. U Iblis olovni butunlay yo'q qilish uchun o'zi bilan birga yo'q bo'lishini tanladi. Kuchli portlash sodir bo'ldi. Hammasi yo'q bo'lgandek tuyuldi. Siyoyan va Suner qaytib kelib qarashsa, hech narsa qolmagandek edi. Siyoyan juda tushkunlikka tushdi. Lekin keyin magmada suzib yurgan kichik Lots paydo bo'ldi. Ha, bu o'sha Iblis olovining asl shakli edi. Davomi esa keyingi qismlarda. Albatta bizani bugungi shu ovozimizni sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlar bilan men Nav Gamer va albatta Dong va tahlil kanali bo'ldi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr.